Butun dunyo mana shu video bilan ovora bo'lib qoldi. Ko'rdinglarmi sizlar ham? Qaqqa qarama, mana shu videoni ko'rishyapti. Video reelslarda ham mana shu narsa chiqib yotdi. Ko'rdinglarmi sizlar ham? Mana shu videoni haqiqiy siri ochildi. Xullas, bu videodagi voqea qanaqa bo'lgan? ChatGPTdan ham so'rab ko'rdik, Amerikaga telefon qilib so'rab ham ko'rdik, New Yorkda yashaydiganlardan ham so'rab ko'rdik. Hech qanaqa voqea bo'lmagan ekan. Bu haqiqiy fake xabar ekan. Xullas, kasadga chiqib ana qizi yeb ketdi-yu, u ham trend bo'lib ketdi. Xuddi shunaqa bizani chalg'itish uchun qilinadigan, prosmotr uchun qilingan sun'iy intellektni videosi bo'lib chiqdi. Shuning uchun mana shunaqa fake videolar chiqib qolmasligi uchun sizga hozir bitta yo'lni o'rgataman. Nastroykangizdan to'g'rilab qo'ysangiz, umuman mana shunaqa fake videolar chiqmaydi. Buning uchun Instagram nastroykasiga kiramiz, pastroqga tushib, nastroyka kontenti degan joyga kiramiz. Betga kirib, eng pastdagi zbros rekomendatsiyani bosamiz. Daleni bosamiz, oxirgi bo'limdan zbros beraveramiz. Ana endi nastroykaga qaytib kirib, sentr akkauntiga kiramiz. Betdan lishniy informatsiyaga kiramiz. Istoriya poyizga kirib turib, очистить istoriya poyizkani bosaveramiz. Betdan все время qilishni unutmang.